Assalomu alaykum Gulhayo opa, xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Gulhayo Anarova kim? Gulhayo Anarova birinchi o'rinni pedagog hozirgi kunda 2025-yil mana shu yilda mart oyida bo'lib o'tgan Zulfiya xonim mukofoti sovrindoriman. Bundan tashqari shoira. Adabiyot yo'nalishida qo'lga kiritdim. Mukofotni albatta she'r yozib turaman. Bolalikda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Bu orzu ro'yobga chiqdimi? Qaysidir ma'noda chiqdi. Bolaligimda Mehr ko'zida degan ko'rsatuv ko'p bo'lardi, agar ko'rgan bo'lsalaringiz. Shunda jurnalist nimasini, kasbini, shu sohani otini bilmaganman. O'sha olib boruvchi jurnalist odamni haligacha nimasini, ism familiyasini to'liq bilmayman, yaxshi bilmayman. Lekin shu kishiga havas qilganman. O'sha qarindosh urug'lar topishtirib, Mehr ko'zdada yaqinlarini topishtirgan paytida men ham shunaqa odam bo'laman. Men ham katta bo'lsam Mehr ko'zdadagi odamdaqa, boshlovchisidaqa odam bo'laman deganimni ayam aytardilar. U jurnalistika sohasi, jurnalist bo'laman desang bo'lasan. Adabiyot ham qaysidir ma'noda jurnalistikaga yaqin baribir. O'zim ko'p sohalarda, nashriyotlarda muharrir bo'lib ishladim, saytlarda muharrir bo'lib ishladim. Bu ham jurnalistikani qaysidir bir ko'rinishi desam bo'ladi. O'zi adabiyotga kirib kelishim 3-sinfligimdan boshlangan, maktab davrida. O'sha akamni Qushlar bayramiga hammaga she'r tarqatilgan paytida o'zimni akamga yetmay qolgan. Shunda juda xafa bo'lgandi. O'qituvchim hamma o'quvchilarga berdi, sinfdoshlarimga berdi she'r, menga yetmay qoldi deb xafa bo'lgan. Shunda o'zim o'tirib she'r yozib berganman. Ikki kuplet. O'shandan boshlangan, keyin onamga bag'ishlab yozdim. O'rtada yaxshi rasm chizardim. Dadam rag'batlantirib turardi. Chizgan rasmlarini o'zi sotib olib marojniga o'sha muzqaymoqqa pul berardi, chizgan rasmlarimni baholab, o'sha narxlab. Bu ijodga qiziqish bo'lgan. Keyin 2015-yildan yozuvchilar uyushmasi, mana shu Samarqand yozuvchilar uyushmasi Sadoqat To'garagiga borib boshladim. Kimlarni o'qishim kerakligini, kimlarni o'qimasligim kerakligini u yerda ustozlardan yaxshilab o'rgandim. Hech qachon tepadagi cho'qqidagi maqsadim Zulfiya xonim mukofoti bo'lmagan. Yaxshi asar yarata olish. O'zim sevib o'qiydigan ijodkorlarni ko'rardim-da, qachondir meni ham shunaqa qilib o'qiydigan o'quvchim bo'larmikan deb orzu qilardim. Kimnidir misol Furug' Farro'zodning she'rlarini o'qiganimda entikib ketaman yoki Yo'ldosh Eshbekov o'zimizning samarqandlik shoirlarimiz o'qiganimda yayrayman, toza nafasni his qilaman. Shularni o'qigan paytimda ilhom olasiz baribir kimnidir o'qiganimizda. Men ham kimnidir ilhomlantira oladigan shoira bo'lishim kerak deb orzu qilardim, maqsad qilardim. Mana shu maqsad yo'lidagi bu bitta berilgan rag'bat menga Zulfiya xonim mukofoti. Necha yildan buyon she'riyat sohasidasiz? Mana shu 2015-yildan buyon jiddiy kirishgan yilim deb o'ylayman. Shu yozuvchilar uyushmasiga kelib boshlaganim. Keyin shu adabiyot ichida ko'proq yurib 2018-yili Toshkentga ketdim. U yerda Xurshid Davron, Toshkentda ijodkorlar, Odil Ikrom ustozlar bordi. Ularni maktabini oldik. Qolaversa shu internet sahifamni, Facebook sahifamni nima qilib e'lon qilib boraman she'rlarimni. O'sha yerdagi munosabatlar ham bizani charxladi. Atrofdagi biz bilan davradosh, zamondosh bo'lgan shoirlarni o'qib ham ancha narsani o'rgandik o'sha davrda. Asosiysi shu 10 yillik mehnat yotibdi baribir. 10 yil juda katta muddat emasdir, lekin kam ham emas. Shoiralar ilhomni nimadan oladi? Ilhomni aynan mana shu narsadan olamiz deb ko'rsata olmaymiz. Agar ko'rsatsak o'sha narsani qo'yib yubormaymiz. Shu narsani ilhomni nimadan olishimizni o'zimiz bilmasak ajralmaymiz shu narsadan. Nima deydi? Aniq ushlaydigan obyektimiz yo'q. Ilhom manbai mana shu degan obyekt yo'q. Chunki kimdir zavqlangan paytida she'r yoza olsa, kimdir haqiqiy dardni tuygan paytida, his qilgan paytida chiroyli asar yaratishi mumkin. Bitta ijodkor ikki xil paytda ham yaratishi mumkin. U nimasiga? Keladigan vaqtiga bog'liq, jarayonlarga bog'liq. To'lib ketgan paytida asosan zavqdan ham, darddan ham odam to'lishi mumkin. Shu paytida nimadir yarata oladi.
Muvaffaqiyat yo'lidagi qiyinchiliklaringiz. Muvaffaqiyat yo'lidagi mana shu aynan mukofot nazarda tutiladigan bo'lsa, ungacha bo'lgan pog'onalarim, shungacha baribir fayl to'plashimiz kerak bo'lgan jarayonlar, ularga ham yutuq bilan kelishimiz kerak edi. Zulfiya xonim, mukofot uchun ham yutuq bilan kelish kerak. Hech bir qiyinchilik deb o'ylamayman. Bizga berilgan nima deydi, imkoniyat edi. Imkoniyatlarga biz loyiq ko'rildik. Qaysidir festivallarda, tanlovlarda g'olib bo'ldik. Bundan 2019-yil Xivada o'tkazilgan O'zbekiston bahori ijodiy festivali bo'ldi. O'shani faxrli o'rinni egallagandim. Keyin Zomin seminari bo'lib o'tgan 2019-yilda undan ishtirok etib, unda ham yaxshi maktab oldik. Hech bir qiyinchilik emas, yayraganman bu davrada, adabiy davralarda. Faqat qiyinchilik qanday bo'lishi mumkin? Yozish jarayoni qiyin. Yozish jarayoniga yetib borish qiyin. Ko'p o'qishimiz kerak. Do'stim faqat mana shu kitoblar bo'lib qolardi. Atrofda suhbatdoshlarim ham bilgan bo'lsangiz, kelishim ham qiyin bo'lib ketdi. Shu suhbatimizni boshlab olishimiz qiyin bo'lib ketdi jarayonlar. Aslida bu o'ta bandligimdan emas, vaqtimni qizg'anadigan odamman. Shu ozgina vaqtim bo'lsa ham nimadir o'qishga harakat qilaman. Kechasi dam olmaydigan ijodkorlar bor. Qiyinchiligi faqat o'shalar bo'lishi mumkin, lekin u qiyinchilikdan ham rohat topa oladi. Vaqtingizni qanday rejalashtirasiz? Ham ijod, ham o'qituvchilik. Aslida qoliplarsiz yashaydigan jamiyat bu ijodkorlar jamiyati deb o'ylayman. Mana bunaqa hozir reja deyapsiz-ku. Rejalashtirib yashalgani bu ramkaga tushganingizda, umringizni rejalashtirganingiz bu ramkani ichida yashayotganingizni dalolati. Bugun ko'pchilik qizlar shu Zulfiya mukofotiga erishishni orzu qiladi-da. Ularga qanday tavsiyalar bera olasiz? Tavsiyam Zulfiya mukofoti 8 ta nominatsiya, 8 ta yo'nalish bo'yicha topshirilayotgan bo'lsa, o'zimdan ham so'rashadi ko'p qizlar, qanaqa tavsiya berasiz, nimalar qilishimiz kerak, siz oldingiz. Men o'zim 2 yil topshirganman. 2022-yil topshirgan yilim Feruza Xayrullayeva bizdan adabiyot yo'nalishida olgandi opamiz, payariqlik shoira. Juda xursand bo'lgandik, chunki adabiyot yo'nalishida kimdir olishi, o'sha 8 ta nominatsiya bo'yicha xohlagan ikkitasiga tanlab berish mumkin-ku. O'sha bittasi nima bo'ldi? Adabiyot yo'nalishi, she'riyat bo'ldi. Aynan Zulfiya xonimning yo'nalishi, bizning yo'nalishimiz bo'ldi. Xursand bo'ldim. Keyin oilaviy nimalar, bola chaqa deganday tashvishlar bilan orada dam olib, mana shu 2025-yil topshirdim, o'xshadi. Faqat mukofotni orqasidan quvish bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki mana shu sportchi sportni sevsin, adabiyotchi adabiyotni sevsin, jamoatchilik yo'nalishini topshirayotganlar jamiyatni sevsin, sohani sevib harakat qilingan hech qachon besafar ketmaydi. Qaysi yo'nalishda bo'lsa ham o'sha yo'nalishni sevish kerak. Rag'batlar o'z-o'zidan keladi. Hech qanaqa nima deydi, alohida shug'ullanish talab etilmaydigan jarayon. Bilamizki, bir kitob yaralishi uchun ham inson ancha-muncha mehnat qiladi. O'qib izlanishi zarur. Sizda bu jarayon qanday kechdi? Bizaniki mana she'riy to'plam bo'lsa, she'riy to'plamlar nimasi bilan yozilishi oson. Bir voqeani ushlab olib, shuni qo'yib yubormay, nasriy asar qanday bo'lsa, uni to'xtagan joyidan davom ettirish kerak. She'r mana shu aytganimdek 2015-yildan beri yig'ilgan she'rlar mana shunda. 2022-yilgacha. Bu kitobda bo'lsa 2015-18dan, asosan 18-yildan 2024-yilgacha bo'lgan kitoblar jamlangan. Bunga birinchi kitobim Rukni ostida chop etilgan yozuvchilar uyushmasi tomonidan Zomin seminarida ishtirok etgan har bitta yoshni ular anchadan saralab olinadi, 25 nafari. Shu rukn birinchi kitobim Rukni ostida chop etilgandi. Bu kitob 10 ming nusxada. Ikkinchi she'riy to'plamingiz Avron sarlavhasi ostida. Ko'pchilik bu so'zni ma'nosini bilmaydi. Toshqin degani kimdan chiqdi bu g'oya? Bu g'oya aslida aks sado deb nomlanishi mana bu kitobimning birinchi nimasi. Shu paytida nima nom qo'ysam bo'lar ekan, o'zi she'rlarimni ham ochib ko'rsak, nima
nom qo'yilmagan 3 ta yulduzcha bilan boshlanadi. Sarlavha qo'yishga juda ham qiynalaman, chunki o'sha qoliplarsiz yashayman deganimday xuddi bitta qolipga solib qo'yadiganday tuyuladi. She'rlarni ham, ijodimni ham nomlashim ham qiyin bo'lib ketgan shu paytida. Jondor taxallusda ijod qiladi, Jontemir Toshtemirov degan ijodkor akamiz. Shundan so'raganimda toshqin shiddat degan ma'noni beradi. Eski turkiy so'z. Avron deb nomlasang yarashadi deb maslahat beruvdi bunda. Lekin yozuvchilar uyushmasi tomonidan chiqarilayotgan paytida u nom tasdiqlanmadi, boshqa nom aytishim kerak edi. Keyin o'zim o'yladim, aks sado deb nomlayman. Baribir aytayotganlarimiz shu hayotdagi, dunyodagi yoki yaratgan tomonidan berilayotgan bizga ovozlarning aks sadosini chiqaryapmiz. Aynan o'zini emas, bu aks sado. Shu tabiat tasviri menda ko'proq uchrasa, she'rlarimni aks etadi o'shalar. Aks sado o'laroq nomladim shunaqa deb. Avron nomi o'sha paytida ayolimda qolgandi, esimda qolgandi. Ikkinchi kitobimga nasib qilgan ekan, shu Akadem nashriyotdan chiqadigan kitobga. Shunga nomladim. Ijodingizdan kichik to'rtlik keltira olasizmi? To'rtlikmi? Uzunroq bo'lmaydi. Bo'ladi. Titragan dudoqlar, behalovat qush, bo'g'zimda qaynagan qovurlar, samum. Sen surat chizasan, to'kilar xonish, yanchilgan yaproqlar yig'laydi yum-yum. Tunning oxirlari ketib boradir. Mavjlangan ruhimda qolmishdir quroq. Ichimda bir isyon zanglagan oxir, sening suratingda yashilman, biroq sen surat chizasan, tinglaysan sim-sim, yurakni chayqatar samoviy lazzat. Ko'zimni kuydirar ranglari tilsim, qalamdan to'kilib turgan fasohat. Sen surat chizasan. Ajoyib. Rahmat kattakan. Bugungi kunda Gulhayo Anar va nimalar bilan mashg'ul? Hozirgi kunda Pastdarg'om tumanidagi 52-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilarga ona tili adabiyot fanidan dars berib kelyapman. Yaqinda ijodiy duel loyihasi tashkillashtirilgandi. O'tgan yili bu tuman bosqichlari, viloyat bosqichlari bo'lib o'tdi. Respublika bosqichi biroz cho'zilib, mana shu oyning 13-14-iyun sanasiga belgilandi. Xudo xohlasa shunga tayyorgarlik ko'rib turibman. Undan keyin yoshlar forumi, hozir ta'til jarayonlarida o'zim uchun ozroq vaqt ajratishimga payt bor. Shular bilan shug'ullanmoqchiman. O'sha Zulfiya mukofotini olganingizdan keyin o'quvchilaringiz qanchalik faxrlanishdi? Men o'zi yanvar oyida ishga kirgan bo'lsam, mart oyida e'lon qilinyapti. Hali ko'pchilik o'quvchilar bilan til topishib, nima ulgurmagandik. Adaptatsiya jarayonida edim, o'zim ham moslashish, o'sha maktabga o'quvchilarga moslash jarayonida edim. O'quvchilar ham menga moslash jarayonida edi. Shuni tezlashtirib berishdi. O'quvchilarimning ichida iste'dodlar borligini bildim. Ular bilan nima deydi? Adabiyotga aytmaganman hech kimga, shoir ekanligimni, she'r yozishimni nima qilmaganman, bildirmaganman. Shundan keyin bilishyaptiki, ustoz she'r yozar ekansiz, menikini ham ko'rib bering, men hikoya yozaman, she'r yozaman deb oldimga olib keladigan o'quvchilarim ko'paydi. Yaqinlashtirdi baribir bu mukofot. Nima ularga tanitdi ijodkor ekanligimni. Shunisi. O'sha Zulfiya mukofotini olganingizdan keyin ham sizga kelib aytishdimi? Biz shuni ustoz qo'lida dars olyapmiz. Asosan ota-onalar minnatdor bo'lishdi. O'quvchilar, hozirgi o'quvchilar ochiq oydin bildirishmasa ham baribir ko'zidagi o't bilan nima aytishadi. Ko'p o'quvchilarim o'sha ijodiy to'garak ochishimni nima so'rashdi. Xursandman. Bu nima deydi? Men ulardan energiya olaman, qancha vaqtimni sarflasam ham nima ko'p gapirishga majbur qiladi baribir yosh bolalar, maktab o'quvchilari, lekin baribir energiya manbai ular, yosh bolalar. Xursand bo'lishdi. Ulardagi xursandchilikni ko'rib, ko'proq o'sha vaqtida zavqlandim o'zim shu mukofot olganimdan. Gulhayo Anarovaning kelajakdagi rejalari. Kelajakdagi rejalarim magistraturaga topshirmoqchiman. Bakalavriat tugatgandim endi yaqin kelajakda bo'ladigan rejalar. Ta'lim sohasida ketib, mana shu adabiy
tomonimni, badiiy tomonimni kuchaytirish, til o'rganish asosiy maqsadim, lekin jiddiy qaralmaydigan og'riqli nuqtam hozirgi kundagi tarjimonlik bilan ham bir shug'ullanib ko'rmoqchiman, chunki aynan o'zbek adabiyotiga biz ko'proq bera oladigan narsa bu tarjima sohasi. Chunki yozayotgan biz kabi ijodkorlar atrofimizda talaygina ko'p. To'g'ri, ijodiy ishlarimiz bilan ham kelajakka nimadir qoldirishimiz mumkin, lekin tarjimachalik emas. Tarjimonlarda mehnati baribir yuqoriroq turadi. Hozirgi kunda aynan tarjimonlik sohasi oqsayotganligi uchun ham qo'llab yuborish, biz dastak bo'lib berishimiz kerakligini his qilyapman. Mana shu sohada ham o'zim sinab ko'rmoqchiman. Yoshlarga qanday tavsiyalar bera olasiz? O'quvchilarimga ham aytaman, misol matematikadan yaxshi o'qishsa, ularga omad tilayman, qo'llab-quvvatlayman. Ona tilida hamma baholarni ona tili adabiyotdan 5 qilib berishim mumkin. Misol, meni sohamni aynan ona tili adabiyotdan yaxshi o'qish shart emas, qaysi sohani tanlasa ham zo'ri bo'lsin. Nima deydi? Qaysi sohani tanlasang, sen eng zo'rini o'zingni ko'ryapsanmi, o'shani egalla. Aynan ota-onang tanlagan sohada yoki o'qituvching tanlagan sohada ketishing shart emas. Seni o'zingni ko'rsatadigan bitta yo'nalishing bo'ladi deb maslahat beraman ko'p o'quvchilarimga, hozirgi tomoshabinlarga ham shunday. Siz Zulfiya mukofotimi, boshqa mukofotmi olmoqchi bo'lsangiz, faqat mukofot uchun harakat qilmang. Avval sohani seving, ichida yashang birga. O'sha sohani bir kun shug'ullanmasangiz yoki bir soat o'sha soha bilan shug'ullanmasangiz, nimangizdir yo'qotgandek his qilyapsizmi? Haqiqiy sevasiz o'sha qaysidir kasbni. Ijod sohasi shu qurbonlik talab qiladi. Rassomlar, musiqachilar yoki shoirlar, yozuvchilar bu faqat o'sha qog'oz urishga qurbonligi emas. Yillarni, ruhiyatni baxshidaligini so'raydigan kuch bu. So'rab oladi. Hozir o'quvchilarni misolida aytyapman, sizga energiya manbai ular menga deyman, lekin men energiya ulardan olib ijodga beraman. Kimdandir kuch olishim kerak bo'lgan paytida o'sha bolalar menga dalda bo'lib beradi. Qiziqarli va mazmunli suhbat uchun minnatdormiz. Yana bir bor xush keldingiz. Rahmat, taklif uchun rahmat.